Siz ayting birinchi. Qaramayman desam ham ko'z prямо shetga tushyapti-yu. Qayga tushyapti? Bekordan bekor. Muslima! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Yaxshimisiz? Qalaysiz Muslima? Nima bo'ldi? Nima urishyapsizlar? Urushganimiz yo'q. Tushirim opa что-то недовольная. Men kirganim. Yaxshimisiz deb so'rang. Yaxshimisiz? Bilmayman, yaxshi nima deb o'ylaysiz? Bilmayman. Yo'q, Yaxshimi, yaxshi emasmi? Bizlar urushamiz ham, yarashamiz ham. Bizlar razborga qiyatuvdik. Nima qo'shdim men? Bilmayman, nima qo'shdingiz? Sizni chalg'itish uchun qo'shibdi-da, hali urushmasin deb. Muslima charchaman, gaplashamiz. Bo'ldi, rahmat. Shular kerakmi sizga? Ha, qo'shing deyapsiz-ku. Qo'shing desa, mana menga ham rosa tashab yotishibdi. Men ham qo'shmay bunday qilib o'tiribman. Bir marta qo'shganingizni ko'rganmiz. Odam sharmanda. desa. Pasholda chiqib ketdi. Qo'shing ko'raylik. Yo, u просто tushunmay qoldi-da, meni tushundingizmi? Yo'q, men ulaganlarim hammasi meni tushunaveradi. Nima sizni tushundi? Men Bebi bilan bo'laman. Siz o'zingizga bitta qo'shing. Bebi qalaysiz? Assalomu alaykum. Shirin opa, Bobok aka yaxshimisizlar? Qalaysiz? Yaxshi, o'zinglarchi? Men tushib turaymi? Bilmasam. Men odam qo'shdim sizga, Shirin opa. Odam qo'shdim sizga. Bola, o'g'il bola qo'shing. Mana o'g'il bola qo'shdim, bo'ladimi? Ha, bola. O'g'il bola. Bo'larkan, Burxon bo'lasan O'g'il bola. ekan. Bo'ladimi? Assalomu alaykum. Vosilarchi? Burxon, svet yo'qmi?